Assalomu alaykum, Balandacho'z kanalining hurmatli obunachilari, sizlar uchun naq hamma yo'g'i vaksinalari bo'lgan 3 oylik variantdagi Andijon qora jo'jalarimizni sotuvga e'lon qildik. Holatlarini ko'rib turibsizlar, akalar, o'ta go'zal holatdagi Andijon qora jo'jalari. Yosh oyliklari aytganimizdek, akalar 3 oylik varianti. 90-95% makiyon holatdagi Xo'roz makiyonlari 100% ajragan Andijon qora jo'jalarimiz sotiladi akalar. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Andijon viloyati Asaka tumani, Yuqori Bo'z Navbahor 25-uyda, O'zbekistonda 12 ta viloyatiga dastlabki xizmatlarimiz bor. Chiroyli holatda 3 ga pul sanaverasizlar akalar. Kelishilgan holatlarda O'zbekiston 12 ta viloyatiga dastlabki qilib bera olamiz akalar. Akalar, jo'jalarimiz narxlariga keladigan bo'lsak, 85 ming so'mdan holatlarini ko'rib turibsizlar. O'ta go'zal holatdagi 95% gacha bo'lgan makiyon holatdagi Andijon qora jo'jalarimiz bo'ladi. Akalar, Balandacho'z kanalidan uzoqlashmasdan shunaqa videolarimizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib tursanglar, shunaqa Andijon qora jo'jalarini zo'ridan, go'zalidan chiqarishni boshlaymiz. Akalar, bizdan 15 kunligini olib, 1 oylik, 2 oylik qilib bersanglar ham, xudo xolasa o'zimiz sotib olish shartlari bilan aka 15 kunlik jo'jani sotamiz akalar. Aka, 15 kunlik jo'jalarimiz narxlariga keladigan bo'lsak, aka 15 kunlik jo'jalarimiz 16 ming so'mdan qilib beramiz. Bu 1 oylik, 1,5 oylik, 2 oylik qilib bersangiz, aka kelishtirilgan holatda chiroyli qilib o'zimiz qaytarib sotib olamiz ham. Aka, jo'jani holatini ko'rib turibsizlar, kimga zarur bo'lsa pastdagi nomerlarga aloqa qilsanglar, O'zbekistonning 12 ta viloyatiga yetkazib chiroyli qilib olib borib beramiz akalar. Holatlari yaxshi. Andijon qora jo'jalarini istab yurgan aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga video tashlab qo'yasizlar degan umidamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.